Biznesda yurak urishi. O'sha endi yurak urishi sizlarga sal uzoqroq bo'lishi mumkin. Umuman olganda bu biznes ham bu tirik organizm. Unda ham qanaqadir muammolar boshlansa, sizlar uni natijasini 2 oy, 3 oy, balki 1 yil o'tgandan keyin bilasizlar. Shuning uchun sizlar doim bilib turishingiz kerak, hozir biznesim ahvoli qanaqa va agar shunaqa holat oldin kuzatilgan bo'lsa, keyin nima natijaga olib keldi. Masalan, yuragi tez urib ketgan bo'lsa, ertaga yoki 1 oydan keyin nima holatga keladi. Yoki masalan, kassada qanaqadir razrivlar paydo bo'layotgan bo'lsa, oldin bu narsa nimani keltirib chiqargan va sizlarda qanaqa muammolar duch kelgan degan narsani bilish uchun sizlar bilib turishingiz kerak yurak urishini. Va uni eng muhim narsasi bu LTV. Ovozim past bo'lmayaptimi, yaxshimi? Eng mana shu xizmat ko'rsatish sohasida o'lchanish kerak bo'lgan narsa bu LTV. Chunki sizlar mijozga doimiy xizmat ko'rsatib, doimiy uni sotuv qilish orqali ko'proq daromad qilasizlar. Ko'chadan birinchi marta kirib kelgan odamdan ko'p daromad qilmaysizlar odatda. U marketingga ketadi, uni ishonchiga kirish, yana boshqa narsalarga o'ta ko'p xarajat bo'ladi. Sizlar asosiy xarajatni 2-3 va doimiy o'sha keyin keladigan sotuvlardan olasizlar. Shuning uchun LTV ni oshirishga e'tibor qaratishimiz kerak. Xizmat ko'rsatish sohasi, xizmat ko'rsatish kiradi shu stomatologiya sohasida.